Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hurmatli yurtdoshlar, mana ukamiz Namangan viloyatidan, Namangan shahridan keldi. Hozir mana Abdug'ofur akani kanali uchun video. Xudo xolasa O'zbekistondan o'z havo yo'llarida ukamiz kelyapti. Men kutib olgani chiqqanman. Shunday kutib olish xizmatlarimiz ham bor, bu orada aytib o'tay. Bu o'zi aslida boshqa nimada vizasini qilgan, lekin kutib olgani biz boryapmiz. Qolgan ishlarni biz qilamiz. Xullas, bu время aloqaga chiqishinglar mumkin Abdug'ofur akaga green karta bo'yicha. Bu ukamizni biz shunchaki kutib olib, joylab, ish bilan yordam beramiz. Shunaqa xizmatlarimiz ham bor. Hozir biz New Yorkda John Kennedy aeroportidamiz. Qisqartirilgan holatda JFK bo'ladi. JFK ga kelyapmiz. Xullas, mana meni Telegramda taniydi ukamiz. Har doim Shevada assalomu alaykum SB aka deydigan ukamiz. Ha, Bobur aka, assalomu alaykum. Aka, tuzumsizmi? O'zingiz yaxshimi? Ha, yetib keldim. SB aka kutib oldilar. Ukamiz bo'ydoq, yosh yigit. Xudo xolasa kelib Namangandan ana Amerikani New Yorkda zabt etadi. Filadelfiyaga boramiz hozir. Bugun Filadelfiyada oshimiz bor. Bu ukamizni kelishiga oshlar ham tayyor. Vodiycha oshxonaga boramiz hozir. Filadelfiyada ukani kutib olgani kelganman. 4-terminaldan Xudo xolasa O'zbek havo yo'llari qo'nadi. Hamma Amerikadagilar prekrasno biladi, O'zbekistondagilar ham biladi. Bu orada men ikkinchi telefonimda budilnik chalyapti. Bu ham ishlab ketib qoldi budilnik ham. Bugun chislo 4. Bugun haligi nima deydi? Amerikada bayram, Den Viborov anaqa ruschasiga aytgan. Xullas, bugun dam olish kuni. Bu bola ham bilet shunga to'g'rilab kelgan ekan, bilmadim, lekin bu bolani men soat 12 larda kutgan edim, yaxshi 11 da o'zi chiqibdi. Juda tez, bu hozirgi kunda juda tez chiqqan. Mana hozir aeroportga kirib kelishimiz. Ukamizni kutib olib, inshaalloh bir keyin New Yorkda ozgina aylanib, nimaga boramiz? Filadelfiyaga ketamiz. Yo'limiz bugun sal uzunroq. Filadelfiyagacha boramiz mana. Xudo xolasa Car Lux xizmatlarimiz ham bor. Oddiy mashinada, katta mashinada farqi yo'q. Xolasanglar, mana shunaqa imkoniyatlarimiz ham bor. Ukamiz shu tarafga kelib turish kerak edi. Qani Sobirxon qaysi tomonga joylashgan ekan, shuni ko'rib olishimiz kerak. Sobirxon ham bir haligi kichkina yigitcha emas, baquvvatgina bitta yigitimiz. Hozir qani kutib olgani kelganman. Qadrdonlar, mana ukamiz keldi New Yorkga yetib. Qalay endi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Amerikadagi o'zbeklar. Charchamasdan. Yaxshimisiz-ku? Yo'q, aka. New Yorkga ham yetib keldingiz mana. Bo'ldi. Hozir mana New Yorkdamiz. Bay Parkway taraflar mana. Qalay endi Sobirxon? Yo'q. Qalay ashshaylar qalay? Yaxshi. Zo'rmi? Aytdim-ku, Andijonda bo'lgan intervyuda. Andijonda bo'lgan intervyuda, ha? Menga ham aytgan, tabiati bilan pul yo'qadi xolos. Tabiati bilan pul yo'qadi xolos. Ketadigansiz siz ham shu kunlarda Amerika green karta sizni hayolingiz nimalar bilan bir tasavvuringiz qanday paydo bo'ladi? Tabiat yoqdi menga videolar. Tabiat ko'proq yoqdiki, hamma birinchi maqsadi pul topish. Ha, demak chiroyli tabiat bilan pullar ko'rinadi green card deganda. Tushunarli. Rahmat. Ana. Chiqaymi Titanikka o'xshab turib olayman aka. O'zi aytib keladi. Barakamiz. Keldik mana bugun. Hozir shu mostdan o'tamiz-da kechga. Ha, ketayotgan paytda shundan o'tamiz. Xudo xolasa mana.
Bu aka qaysi ekan bu? Bilasizmi? Yo'q. Atlantika okeani. Ha. Hamma ham ko'rgani yo'q bu Atlantikaga kelgani yo'q. Tak что baxtli bolalardan 8 bilasiz. Ha, bilsiz bilarsiz. Kinoda ko'rganman, Ha. Boshqacha ekanmi tasavvur qilganingizdan? Realniy ko'z bilan ko'rish boshqacha ekan. Telefonda qaytaliyor. Osmon ham boshqacha deylik-ku. Ha. Osmon ham boshqacha. Endi bu bola hali endi ishlashni boshlaydi-da. Hozir bu eng maza paytlarida, kelgan paytda odam maza qiladi-yu. Bu ham hozir eng maza qilib yuribdi. Hozir ani chuchvarani xomsanagan paytlarida. Endi ko'zi ochiladi. Ishlar ochiladi endi. Ko'p ishlaydi ertalabdan kechgacha. Endi nima ish qilamiz? Farqi yo'q-a hozir. Ha. Pizzadanmi, bundan nimadan boshlaymiz? Dastavka. Dastavkani pizzadanmi boshlaymiz? Farqi yo'q. Любой ishda ishlaymiz. Mana o'ynagani kelmaganmiz deydi-ku. O'ynagani kelmaganmiz deydi. Ha. Faqat ishlash kerak. Sobirxon o'zingiz haqingizda ma'lumot. O'zim 2003-yildan Namangan shahrida tug'ilganman. Oshxonamizga qiziqib, kadinqatni topshirdi. Topshirganimiz esimizdan chiqib ketdi. Keyin balandligi uchun 25 kuni suhbatga ketdi. Ha, 25 avgust kuni suhbatga kirdingiz. Yil oxirgisi biz bizdan keyin boshqa hech kim ketmaydi. Ha, oxirgilar suhbatga kirsa 2025 o'shanda yopildi. Hozircha bir kunda aylanib bu bola bilan ukamiz bilan bugun Filadelfiyaga yo'lga chiqamiz. Mana shu stadion. Bir xil payt bu stadionda o'zimiz o'zbeklar ko'p borishadi stadionga. Ukamizni hozir qornini to'qlaymiz. Qorni och ekan aeroportdan tushgan samolyotda. Obed qilishga boramiz. Ha. Endi sekin chiqing mashinaga endi. Shep. Yopimmikan? Ana. O'zimizga o'xshagan katta mashinalar. Ana mashinalarga chiqib, bundan bag'iga ham katta mashinalarda katta ishlaymiz. Ha, xudo xolisa. Yaxshi niyat yarim bola. Ha, shu. Katta mashinalarga o'tirib, yugurlab sanga chiqadimi deyishdi, chiqib qoladi deb esdan ham chiqib qoladi. Ha. Keyin o'sha Islomjon oshnam timpon qilib tabriklayman dedi. Nima bilan desam, gadan katta chiqdi. Ha, esimda yo'q-ku, nima u deganman. Ha. Keyin tushuntirdi, ya ketasan dedi. Ketaman dedim. Keyin o'ydagilarga telefon qilib, "Mana shunaqa ketibman" dedim. Ha. Boshida hayron bo'lishdi. Keyin qo'llab-quvvatlab o'zi mana sekin kelib oldi. Ukaxonimiz Namangandan Shevadani ko'rdinglar. Kim oldilar? Ana, xudo xolasa. Yoping endi eshikni, Shep. Chiqamiz endi bir aylanib kelamiz. Biz videomizni davom ettiramiz. Xudo xolasa endi mana yo'lga chiqdik Filadelfiyaga. Ana qalay endi yo'llar yoqyaptimi? Nyu-York yoqdimi? Ko'prikdan o'tib kelishi. Ha, ko'prikdan o'tishdi. Ha, suvdi bo'ya. Maza qildingiz-a? Yayradingiz-a? Qalay yoqdimi? Ha? Mazza bo'ldi lekin. Endi nima gap endi? Mana Filadelfiyaga kelib, xudo xolasa ishlarni boshlab olamiz-a? Ha,
o'sha. Inshaalloh. Ha, ertalabkiga pulli yo'q edi, pulini qilamiz. Katta mashina olamiz. Narigisi ham yaxshi ekan lekin mashinani. BMWni ko'ryapsizmi? Hali. Yo'q, menga yoqmaydi. Sizga BMW yoqmaydimi? Ha, qaranglar BMWni chiroyliligini. Qo'ya aytdim-ku. Qizga desam gelikka qarayman. Qizmas gelikka qaraysiz siz. Gap yo'q. Shunaqa gap-ku endi. Amerika yoqishni boshladimi sizga? Ana oyog'im yerga tegmay deydi-ku. Ha. Anaqa dedasini yonidan oldim, qo'yib keldim. Yoqdimi? Zo'ra, chiroyli. Gap yo'q. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Abduxo'rga olmasinlar, oppomlar, yaxshimilar, yaxshimilarmi? Bo'libdimi aka? SB aka. Yaxshimisiz? Patentlab qo'ydi, ehtiyot o'ziz ham. Yaxshi kelibsizmi? Charchamasdan, qiynalmang. Zo'r o'qdi, zo'r. Yurib sal yoriqqa chiqaylik. Mana bu Ibrohimning mashinasi. Ajoyib. Sasi yotibdi endi, shirin ekan deb qo'yganmiz. Nima ochaymi aka? Bagajni ochingchi. Bagajga sig'asiz lekin. Siz ham sig'asiz bemalol. Kalamlar sig'ib ketar ekan. Sizlar yaxshimi? Madinaga keldi oshga, hozir kutib turibmiz. Endi xudo xolasa. Yaxshi kelib oldingizmi? Qani oshdan olinglar bo'lmasam, bolalar. Ikkovlar ekan, Bezod qora mehmon bilan. Ro'zboy, suratga olinglar. Tursangiz olamiz aka. Shahriyor aka, oling oshdan. Bo'ldi, oling. O'zbekistonda xalqi hisoblanadi. Muzikasini olib German Toshkent bu muzikani o'ldirib yuborishdi. Kelganiga bugun mana chiroyli xudo xolasa bayram zajigat bo'lyapti, zajigat. Lekin shuncha odam kelgan bo'lsa bunaqa o'tirish bo'lmagan. Meni keyin hech kim bunaqa mashinada kelmagan-a? Jahon bilsangiz bilasiz. Shahriyor siz ham bunaqa mashinada kelmagansiz-ku. Ha, shunda bu mashinani qarang, mashinani-ku. Assalomu alaykum. Amerikada O'zbeklar kanali obunachilari, mana Adog'ofur aka, Shahriyor ukamiz. Assalomu alaykum. Ya'ni kelganlar. Social security ofisi bo'ladi. Social security agar mabodo cho'zilsa mana shunga kelasiz. Mana. Endi hozir soatimiz-chi, kecha kechda agar ertaroq bo'lganda u tepada kafe bor. Tepada o'tirganmiz. Tepada o'tirganmiz. Ha. Hozir kechda o'sha. Ha, hozir yopiq. Undan keyin kirgizmaydi-da ichkariga. Bu yer uka Filadelfiyaning sentri bo'ladi. Mana mayet Filadelfiyaning Franklin bo'ladi. Naligiga исторический Franklin. Odamlar ko'chalari ham ancha I love you country, Philadelphia. Asal zo'r joylar ekan-a, Adog'ofur aka. Bu yerlarda o'tirib
Nima ekan ama? Yo'q aka. Mana ko'cha, hozir kelib. Aha. Ashi ko'chada Qani? O'tiringlar. yo'lning ikki chekkasida pul. Hamma davlatning bayroqlari bor-da. Aha. Shu hokim bilan gaplashib qo'ydik. Yana yillarga O'zbekistondagina qo'shib olamiz. Xudo xolasa. Qani o'tiring. Temir ekan bu. Ancha. Mana Sobirxon keldi ekanmiz, Shahriyor keldi. Videoda ham tugatsa bo'ladi. Endi taassurotlar qanday taassurot? Sizga qanaqa sizga o'zi ancha yuk qoldi. Taassurot yaxshi, ancha ko'nikib qoldi. Olyapsizmi? Eng qizig'i siz yig'gan jamoa. Oqibat. Kimshi haligi kelishdi, unchalar bilan gaplashilmagan. Yaqin muhitda umuman zerikildi. Bu guruhda o'zi ishim haligi mahalla ko'y emas. Mana sizlar bilan ham guruhda tanishganmiz. Chatda o'sha katta chiqqandan keyin sizni qidirib topganman. Kanalingizni yo boshqasalar. O'sha tavsiya qilishga shu oqibatlaydi deb. O'shandan Ukaga iPhone ham olib qo'yuvdik. iPhone ishlatyapti. iPhone 17 Pro Max. Sobirxonga omadli keldi bu. Bu safar lekin ancha 2025-yilda eng oxirgisi shu bola bo'lgan. Viza olgani, viza olgan eng oxirgisi shu bola bo'lgan. Kelgan bola siz bo'ldingiz. O'sha bugun kecha yangi nimalar viza oldi. 18 220 degan kesni. Yangi o'sha, yangilar. Eng oxirgisi siz bo'ldingiz uka. Lekin 2025da birinchisini ham boshqacha taassurotda chiroyli kutilib olgan, oxirgisini ham o'zi boshqacha taassurotlarda kutib olgan. Birinchisi o'z o'ygan. O'zim bo'lgan. Birinchi kelgan mashq bola. Mashq 1 yil ichida birinchi kelgansiz, oxirgi kelgansiz. Xudo xolasa mana Filadelfiya ancha Videoda tugatib ko'rasiz. Xudo xolasa akalar bilan ancha mana Filadelfiyaning sentri bo'ladi, qoq markazi, downtowni. Xudo xolasa kelsanglar, ancha ko'p bo'lib, mashinlarda Xudo xolasa qo'ldan kelgancha yordam berib, billa mashinlarda yurish hammamizga nasib qilsin. Xudo xolasa sizlar bilan ko'rishguncha Bize kofe olishga o'rgatyapmiz. Mana Shahriyorsiz mana shuncha mana bavalarni. Qaysi biri sizga yo'q? Aka menga yoqqan hozir qani? Mana French vanilin degani yoqdi. Bu o'zut ekanmi bu? Bu tugab qopti-da aka. Mana ulardan iloji mo regulardan ichamiz bo'lmasa. Mana ondan ichadi ko'proq, Kolumbiyadan. Kolumbiya achchiqroq ekan menga. Yo, achchiq bo'lsa menga umuman to'g'ri kelmaydi. Shidanim kamayib ketadi. Qani? Xohlaganinglardan tanlab. Nimaga ham o'rgatib qo'ying-da, ukaxonga ham yangi kelgan. Shahriyor professional bo'lib ketdi bor-ku. Bay deb qo'ydiga. Qatdan o'zi aralashadi. Aralashyapti. Yashaysan bo'ldi deb kuydiryapti. Nima mashina deb keluvdim-ku? 2 yashasiz-ku, u yashlaysiz.